Mamlakatimizda soliq bazasini kengaytirish, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish va tadbirkorlik faoliyatini har tomonlama qo'llab-quvvatlash mamlakatimiz taraqqiyotining ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Shu maqsadda joylarda mutasaddi tashkilot xodimlari tomonidan amaliy profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida olib borilgan ana shunday xatlov tafsilotlari navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Ma'lumki, xufiyona iqtisodiyot bu davlat va jamiyat rivojiga to'siq qo'yuvchi omil sanaladi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti viloyat boshqarmasi hamda viloyat soliq idoralari hamkorligida hududlarda aholining soliq madaniyatini oshirish, iqtisodiyotni soyadan chiqarish va tadbirkorlik muhitini yanada shaffoflashtirish orqali xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan halol mehnat, xotirjam hayot va farovon jamiyat garovi tamoyili doirasida profilaktik va targ'ibot ishlari muntazam olib borilyapti. Ta'kidlash joiz, joriy yilning 9 oy davomida o'tkazilgan xatlovlar natijasida 69521 ta subyektlarda yashirin aylanmalarga barham berish orqali budjetga 2 trillion 334 milliard so'm qo'shimcha manba hisob-kitob qilindi. O'rganishlarda aniqlangan qo'shimcha manbalar bo'yicha bugungi kunga qadar 37209 ta subyektdan 2 trillion 77 milliard so'mlik qayta hisobotlar olinib, 32753 ta subyektdan 1 trillion 756 milliard so'm mablag' budjetga undirilishi ta'minlandi. Mingbuloq tumanida o'tkazilgan tadbirlar doirasida tumandagi savdo shoxobchalari, umumiy ovqatlanish maskanlari va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga naqd pul aylanmasi, hisob-kitob terminallaridan foydalanish tartibi, onlayn nazorat kassa mashinalarini qo'llash va fiskal chek berishning ahamiyati haqida tushuntirishlar berildi. Tumanning Mulkobod mahallasidagi ushbu ulgurji savdo majmuasi tomonidan yiliga 6000 tonnadan ortiq mineral o'g'itlar, qishloq xo'jaligi ekinlari urug'lari va 600 dan ortiq metall mahsulotlari savdosi amalga oshirilib, yashirin aylanmalarga yo'l qo'ymaslik, nolegal ish o'rinlariga barham berish zarurligi haqida tushuntirishlar berildi. Tadbirlar davomida faoliyati qonuniylashtirilgan ishchilar soni 1525 nafardan oshdi. Shuningdek, savdo xizmat ko'rsatish shoxobchalariga 170 ta savdo terminallari, 125 ta nazorat kassa mashinalari o'rnatildi. Mingbuloq tumanida bugungi kunda 1200 dan ortiq tadbirkorlik subyekti faoliyat yuritib kelmoqda. Departamentning hududiy bo'limlari hamda Namangan viloyat soliq boshqarmasi xodimlari bilan birgalikda tadbirkorlik subyektlarini joyga chiqqan holatda to'lov terminallari, nazorat kassa mashinalarini o'rnida vaqtida ishlatishini doimiy nazoratga olinib, ularga tushuntirish profilaktik ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Hamkorlikdagi bu kabi chora-tadbirlar nafaqat qonunbuzarliklarning oldini olish, balki yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, tadbirkorlik muhitini yanada ochiq, adolatli bo'lishiga qaratilgan. Bu esa aholining huquqiy ongi va soliq madaniyatini oshirish, shuningdek iqtisodiyotning ochiqligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.